Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib borayotgan qadrdon aka-ukalar. Salomatmisizlar? Yaxshimisizlar? Xo'p, akalarimiz kelishgan. Ya'ni aka qaydansiz siz? O'zi Yaypandan, ha? Rapxondan, O'zbekiston tumani. Mana akamiz bu nechinchisi bo'ldi aka? Xudo xolasa 3-chi. 3-chi aka. Xudo xolasa akamizga mana bu ruchkaligidan avval olib ketgan edi. 1, 2 va nihoyat mana 3-chisini ham o'zlari kelib olib ketishyapti. Doim kelib, xudo xolasa yangi Xitoy motor. Motorlar yangi yaxshi ishlayaptimi aka? Ishlashi yaxshi, ha, xudo xolasa. Akamizga inshaalloh chiroyli qilib sovg'a salomlar bilan kelaverasizlar akalar. Sovg'a salomlar bilan. Bu narxi 3.700.000 so'm narx aytyapmiz. Narxlardan ozmoz tushib beramiz. Mishalkalarimiz akalar bu yerda Serop, ya'ni 0.25 kubali, ha, ruchkali variant, rollili variant. Ba'zilar aytadi, rollida nima farqi bor? Mana bu rollik shesternalik, aylantirib to'kishga osonroq variant. Buni asosan Buxoro, Qashqadaryo va Andijonliklar ishlatishadi. Aka, salomat bo'linglar, yaxshi o'tmanglar. Mana bu ruchkali varianti, bu 3.800.000 ligi bor, 3.700.000 ligi bor. Endi aytasiz siz 3.700.000 so'mligi nima farqi bor deysiz? 3.700.000 so'mlikdan olishdi akalarimiz. Bu eskicha variant. Pokoleniya, birinchi pokoleniya, ya'ni mana bu yeri mana ruchkada ko'tarib to'kadi. Undan tashqari mana bu yeri oddiy po'lat, ya'ni purutdan qilingan, to'liq purutdan qilinganda bu ham sizga mishalga tugaguncha u yerdan ketmaydi. Faqat hozirgi yangi zamon talabi akalarimiz ko'pchilik takliflariga binoan mana shu joyini pachimlikli qildik. Ko'rib turganlaringdek. Mana davlat ham ular pachimliklarni. Birinchi ishtobi yana ham bir yengillik bu. Mishalga o'ta ham yengil. Akalar u yoqqa bu yoqqa aylanib. Mishalga ya'ni bir tomonda turadi, bu yoqqa ham to'kaveradi. Ikkala tomonga ham to'kaveradi. Xo'p, bunimiz 3.800.000 so'm, narigimiz 3.700.000 so'm. Rolli mishalkalarimiz 0.25 kubali bular ham hammasi. Xo'p. 4.200.000 so'm akalar. Endi mana bu katta shesternali, bu kattaroq qozonlimiz bor. Buni narxi 5.500.000 so'm deyapmiz. Narxini tushib beramiz inshaalloh. Akalar bu 0.35 kubali, ya'ni ikkita arabada chiqarib bera oladigan. Bular bitta arabaga mo'ljallangan, ya'ni ikkita araba ham chiqarib beradi, lekin bitta arabaga mo'ljallangan. Motori ham o'ziga yarasha 3 kilovatlik, 1.5 ming oborot. Alyumin obmotka, mis obmotkalar bor. Mis obmotkalar hozirgi aytgan narxlarimizdan 300.000 so'm qimmatroq. Ya'ni 3.700.000 so'mligimiz 4 million so'm bo'ladi. 3.800.000 pachimlikligimiz 4.100.000 bo'ladi. Rollili mishalkalarimiz mis motor bo'lsa 4.5 million so'm bo'ladi. Bunimiz arzon qilib beramiz inshaalloh. Buni motori o'zi shundoq ham alyumin 6.5 kilovatli motor qo'yilgan. Akalar, baquvvatligi o'ta ham zo'r. Xudo xolasa mishalkalarimiz. Bizda esa arabalar, lesalarning narxini arzon qilib tashladik. Lesalarimiz Toshkent turbinli Sergeli zavod. Akalar, lesalar o'ta ham ko'p. 200 ta deganlarga. Hop, arabalarimiz, skuter bo'lon, mashina bo'lon. Undan tashqari 2 balonli arabalarimiz bor. O'ta ham taniq akalar. Narxlari 750.000 so'mdan. Akalar, mana taniq qilib yasalgan akalar. Arabalarimiz 450.000 so'm, 470.000 so'm va 550.000 so'm. Sababi 450.000 skuter balon, 470.000 so'm mashina balon va 550.000 so'm mana bu haqiqiy Murovoy balon. Endi Murovoy balonni yangicha variantini ishlab chiqyapmiz. Mana bu yerga oldin o'zimiz laptop yasagan bo'lsak, hozirgi kunda mana akalar bittasidan ko'rsatuvdi. Qani bitta boradi hali hozir topa olmayapman. Mana akalar. Mana buni zavodskoy deb qo'yadi. Mana akalar pachimlik turadigan. O'ta ham zo'r chiqdi. 570.000 so'm beryapmiz. Balon umuman dahshat akalar. Xudo xolasa araba bu общем moshni. Mana bu bog'lari konteyner bog' bitta o'tib ketgan. Akalar, zina apalapkalarimiz bor. Va mana bu yerda yangi universalniy Lego apalapkalarimiz, ya'ni universalniy 50lik, 60liklar bor. Xolasangiz 30 ga 30, 40 ga 40, 50 ga 50 kolonna bo'ladigan variantlar bir-birini ustiga ham bo'ladi va mana bundoq bo'lib, hali hovuzlarga, kanalizatsiya, ya'ni tualet, hammomlarda kanalizatsiyaga, oshxona yo'qsa shunaqa bir nimalarga, suv oqvaliga mashina tikka qilib bir tomonlama apalapka qilib aylantirib to'rtburchak qilib kuysa ham bo'ladi. Buni ustiga ulasa ham bo'ladi. Bu 2 metrligi, 1 metr yo 1.5 metr, 3.5 metrgacha qilib ulasa ham bo'ladi. Xolasangiz burchagini, xolasangiz apalapkasini. Bu yerda rollili mishalkalar va apalapkalar mana 76lik 12.5 million, 63ligimiz hozirgi kunda 9.5 million. Akalar bular 3lik listani hammasi 3 minusovka deb qo'yamiz. 2.9 atrofida chiqyapti.
Bu universalning 60lik. Bu 60 bo'ladi. Bu 63 bo'ladi. Bunimiz narxi 60ligimiz narxi 10 million 800 ming, 9 million so'm 50ligi. Bu yerda sesma aparatkalarimiz 3 million 800 ming 30ligi va 27ligi 3 million 300 ming. U 2 minusovka listlardan. Konteynerdagi 30ligi 3 million 300 ming so'm, 27ligi 2 million 800 ming. Narxlarni aytib o'tyapmiz. Komplektimizda nimalar bo'ladi deganlarga o'sha 18 metr apparatga, ya'ni 1 metrlik, 1,5, 2 metrlik 4 juftdan va ikkita burchagi, 10 ta qo'shimcha listlari, o'qi 64 ta bo'ladi, gaykasi, syomnik, ключ va o'q yashiklari bo'ladi. Akalar, listlar Magnitogorskiy, rossiyskiy, MMK brend sort list akalar. Mana pachka qilib tushirib qo'yganmiz. Ya'ni 2 lik minusovka, 2,5 to'liq, 208 va 3 minusovkalar aka. Serop, konteyner list, lazerli stanok, ya'ni eng zamonaviy oxirgi modeli, ya'ni Boder lazer stanogida chiroyli qilib teshib, mana bunaqa listlar keladi. Eng oxirgi modellarda, ya'ni kompyuterli variantlarida akalar bukib, cho'kkilab sizlarga xizmat ko'rsatib tayyorlab beryapmiz. Talondan apparatga so'raganlar, undan ham bor. Ya'ni MBM, ya'ni nur betona mexanikalari firmamiz mana bunaqa burchaklar bor, 600 mingdan aravalar ko'rib turganingiz mexanikani terib qo'yganmiz. Karitalar bor. 600 ming so'm, 700 ming so'm. Akalar, telefon qilaverib mexanikani mana. Akalar turlaridan bor. Telefon qilaverasizlar. Yo'lda u tomoni ham, bu tomoni ham, ya'ni Kamina Abdurahmonov Shamsiddin sizlar uchun xizmatdamiz. Salomat bo'linglar. Pastdagi raqamlarda. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Kamin-Terim qishlog'i. Yaxshilikda ko'rishinglar. Assalomu alaykum. Quyoshli yo'lkamning aziz insonlari. Salomat bo'linglar.